Hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa brakonyerlar haqida bitta ashula cho'tki montaj qilib qo'ydik. Sizlarga ma'qul keladimi yo'qmi? Kechasi soat 8 da inshaalloh qo'yib ko'ramiz. Qani baho berasizlar. Brakonyerlar rosa ko'paydi. Ekan baliq kamayib ketdi. Suvlar jim, baliqchilar jim, brakonyerlar esa tinmay o'tdi. Sizlar bilan Backstine Fishing bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziq videolarni sizlar uchun tayyorlaymiz. Elektro qarmoqni tashlab suvlarga baliqlarni nobud